Mana Oqashi Nuriddin domla, muftiy Nuriddin domlani tug'ilib o'sgan uyi bo'ladi. Hozirgi muftiyimiz Nuriddin domlani tug'ilib o'sgan ko'chasidaman. Videoda oxirigacha ko'ringlar. Oxirida tug'ilib o'sgan uyini ham ko'rsataman. Bu ko'cha Asaka istirohat bog'on to'g'risida shodlik ko'cha, eski Tillaxon ko'cha ham deyiladi. Domlani taniganlar bo'lsa bitta like bosib, obuna bo'lib, keyingi videoda qayerda olib chiqishimni kommentariyaga yozib ketinglar. Eng ko'p yozilgan joyda borib video qilamiz. Alloh bizni sevadi azizlar. Alloh sevadi bandasini. Shu qadar sevadiki, biz tasavvur ham qila olmaymiz Allohning sevgisini. Allohning bandasiga bo'lgan sevgisini, rahmatini banda tasavvur ham qila olmaydi azizlar. Qiyomat qoyim bo'lganda bir gunohkor bandani Alloh olib chiqar ekan o'rtaga. Keling tasavvur qiling, shuni o'zimizni qo'yib ko'raylik. Qiyomat boshlandi. Payg'ambarimiz alayhisalom aytibdilar. O'sha bandani turgizib, boshqa bandalardan to'sib parda qilib qo'yar ekan. Boshqalar ko'rmas ekan. So'roq savol qilyapti Alloh taolo. Hali bandani qo'liga amal daftarini berar ekan. Buni ko'rchi,